To'nlab o'lgan ko'chalarda umid uzma aziz xalqim, umid uzma ey ana yurt. Biz atlandık bu kurashga, o yıl taştak uyuşup. Allah berse bu nusretni, bizgilerimiz sep bulup, zalimlarni yığlatgudek, Oğuz gibi küçlük bulup, lepildeydi asminanda, göz çaknetip şu günü. Ay yıldızlık gök bayrağım, ey ana makan. Ay yıldızlık gök bayrağım. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qandaşlar yaxshi tudinglarmi? Bugungi temamiz degandek, mushu Kuzat Altayni so'roq tatimiz. Yaqindan yaqin hammanglar ko'ryapsizlar. Kuzat Altay apandim o'zini bilolmay qoldi. Har xil yanza taqtiqo boshqa insonlarning ishga aralashib gaqiyotir. Shunga bugun bir tarbiya qilib qo'yaylik deb olib chiqmoqchim shaga. Endi Müslüman bo'lgandan keyin endi assalomu alaykum deyish. Va alaykum assalom. Chiqindagi zamonlardan siz qoldim ama men siz yakın okuyolay belki taqishib ketdi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qanday yaxshimisan? Alhamdulillah. Bu necha kun yoq qaynab ketdi-ku bu yanalar bu vatandaşlık meselesi degandek masalan bu yaqin ma'rif jamiyatining katibi ba'zi gap so'zlar qildi shu vatandaşlık to'g'risida va buni sen tercüm kıldığımı okumayman, lekin bunu tercüm kılıp Türklerge anlatıp degandek nayti nurg'un Uyg'urlarning nazarida yaxshi bir ish qilmading. Buni asli o'zimizning ishida hal qilsak bo'ldi degandek shuni bir ichiqlab aytsam. Chunki tamam bizning ishimizda nurg'un o'zaro yaxshilar bo'lmaydi, lekin buni boshqa xalqlarga tushuntirish, anglatish nayti to'g'ri ko'mayotiri nurg'un insonlar. Aval mında kılamdık. Avvalımın salam, salam. Uyunun kuralını yakımızsa kaidesini belirli oldu. Bugün çıkan vakti da ikimizden münasebeti yakın. Ançımıca birbirimizin tırlış boyumuz, ançımıca birbirimizin nimik boyumuz ama ançımıca sehnik mi çıkıp boyumuz. Bir soğuk organ vakti da cemaatin çıkan nurgun sualla ba, onu kokmayı soraş gerek. Çünkü ben şunun başını sana bir hikayeyi yeni deymen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldıklı bir yaş. Ya Resulullah ben zina kılım kepkepte degen vakıda kalgan Müslümanların kattık açık kelgen. Gazbi kozgulgan, kaynakan bu kanda ahlaksız bu Allah'ın Resulü kanda kısıkımında sorayladı degen vakıda Peygamber Aleyhisselam çıraylıkça ana olan müştak işini kılıç kalamsan, sınırlı olan buluş kalamsan diye vakıda şu vakit terbiye kılgan bununla. Bununla ben nurgun Uygurlarımız yakınımızsa bizim dini insanlarımız bununla bir zinanın ki hadisi de qaraydı. Ameliyatda bu yerda zinaga munosabat buluşlarına qanmay bu yerda bir liderlik, rehberlik sanati var bu yerda. Nimo bir inson hatto shunchalik ig'ir gaplarni qo'rqmay deyish kerak, savollarni qo'rqmay so'ray olish kerak. İnsanlar o'zining ichidagi savollarni qo'rqmay so'ray olgan vaqtida, shu savolni so'rgan vaqtida sening iymoningda chataq bor ekan, sen pishni chiqirdi ekansan, sen andoq ekansan, sen bundoq ekansan, haqiqatlarni avu iymonning orqiga, pishni fasodning orqiga yoqimiz ba'zi dini kavramlarning orqiga mük varsa bu vaqtda qanday qildi? Bu o'ytazdigan ayolning kechikcha axlatni gilamning ostiga bosib tiqqanga o'xshashdan bir ish. Shunga savol so'rgan vaqtida jamoatning tushgan nurg'un savollar bor. Masalan, Quzat sening opang tunganmi? Qining buzuqmi? Masalan, Uyg'ur Amerikada birlashmasidan yig'ilgan 60 ming dollarni hajab yavaldingmi? Masalan, sening Amerikadagi yaqin bo'lsa liderlikning raisligining tavrayotamdi odamlar sendan norozimi? Masalan, nimishqa undoq qilsan, nimishqa bundoq qilsan? Bundoq savollarni qo'rqmay so'rash kerak. Nimishqa? Chunki insonlar o'rganishi kerak bundan narsani. Normal. İnsanlarni so'roq tortish. Bir ishni xato qilgan vaqtida, bir ish ko'zga agar to'g'ri ko'rinmasa, ularni so'roq tortish insonlarning majburiyati. Bu yerda ayıplaşmaslik kerak. Voy chapan qo'l sunsa yanglishida u bu. Bu qo'lan emas bu. Bu qo'l sungan qo'l emas. Bu bir yerda bir vazifa o'rnatayotgan bir inson 10 minglarcha, 100 minglarcha insonningki manfaatiga agar
Şu yerda agar shu insonga taqishib qolgan bo'lsa, bu yerda qilayotgan bir xato ish 100 minglarcha odamning hayotini bu yon qildi degan gap. Shunga savolni qo'ymay so'ragan. Birinchi savolim nima deb Türkçe tarjima qildim. Avval bir gapni deb aytay. Erkam Tofan'nınki kanlığı nima deb chiqdi deb so'rsang bo'ladi deb o'ylayman. Chunki shunda bir savol bor bolalarning ichida. Yillarcha Xitoyniki maymunatsiz, suratsiz, çirkin set va Tomkay konsulini Doğu Perinçekler beraber Habertürk, TGRT, bütün Türkiye'nin çoğun kanalları CNN sabah akşam ettikenden keşke Uygurlarga qarşıqlı tutup şularga 80 milyon Türk halkıga Uygurlar to'g'riliq yolg'on so'zlab qora chaqiltib shular sahna azlab turadi. Bizning Uygurlar nima deb sahna yo'q. Bizning Uygurlarga Akit TV'dan boshqa qanchalik Akit TV'ninki jamoati va yakimiz ko'rgan insonlar bor. Allah'a en çok şu kanayını verip bütün Türkiye'ye Uygurlar hakkında, Uygurların teröristlik hakkında, ceza lagerlerinki imtihan baxt bir hakkında yağan sözlüğüzdü ama Uygurlar sahne vermeydi. Ben Habertürk xat yazdım, başkalar xat yazdım, bizge mi vaqt beringlar dedik. Mesela şu, muşta işlerini boldu mesela. Bunda bo'lgan vaqtida, can you please nimlasin şu savollarni chiqarasam men nimam ketdim. Bunda vaqtda men ularga savol so'ragan vaqtimda bizga sahna bermidi bular. Sahna bermagandan keyin bular menga mayli Erkam Tofan bo'lsin, mayli burun zaman gezdi ishlagan, burun bugun TV'da ishlagan nurg'un hozir Turkiya hukumati yaxshi ko'rmaydigan cho'ng gazetchilar yoki bo'lsa jurnalistlar yilning yarısı siz benim kanalıma çıkayım da bana şuna xatiz oturdu Uygurlarning derdini davasını anlatayım da bir taraftan biz Uygurlarning davasını anlat için ayeden yalvarıp bizim düşmanlarımızı çıkarıp Uygurlarga karşı kara propaganda kıldı. Bunun iş qanday yap yok. Eyvallah kardeşler oturmaz. Yeni bir taraftan ma Uygurlarga sahne verdi. Uygurlarning ovozini anlatıp birimiz çıkmandınız. Bunda iş yok. Şuna ben bir tepki deymiz Türkçe. Özlemdeki gazap nefretimni tunutish uchun qildim. Bundan keyin chiqmasligim mumkin ama chiqishim mumkin. Ben bunu bir deyayım. İkincisi, nima deb Türkçe tercüme qildim. Bu yerda 1 saatlik bir video var ekanmish. Bu yerda ham degan narsani o'zi. Masalan, o beyefendinin ismini ben bilmaydi ekanman. Ammo u yerda nima deydi? Mushunda o'zining yaqinlariga berdi ekan degan gap bor ekan deb savol so'radi. So'rasa, o'zimizning yaqini bo'lmay, sening yaqini bo'lsa bo'lamdi degan vaqtida riyosatchi qo'rqib ketib, "Voy, xato gapimizlar, xato tushunib qolmasin" deb tursa, üstiga, "Voy, tabii ki o'zimizning yaqiniga bizga destek bergan, bizga nima qilgan, bizning yenimizni tug'gan, bizning sepimizni tug'ganlarga beramiz, qolganlarga nima deb beramiz. Sening adaming baysa qilamdi" deb miyada uch qashqar degan gap bu. Bu yerda kesib chaplamasakmi, kesib chaplamasakmi, onu 1 saatlik video ko'rsangizmi, yarım saatlik video ko'rsangizmi, 10 minutlik, 1 minutlik qismini ko'rsangizmi, uningdan kesganligi tufayli ma'no so'z kirib qolmaydi. Hatto Qur'oni Karimda o'zining urug' tuqqanligidan boshlash kerak, yaxshilik deb bunda bir Allohning oyatini qilayotgan haqsizliklarga chapan qilib yotdi. Aziz qarindishim, agar men o'zimning halol ishlab topgan pulim bilan 10 ming dollar, 100 ming dollar birisiga bergan bo'lsam, mayli buning tuqini beray, mayli kimga beray, bu o'zimning ishi. Amma siz bu yerdagi imkonlarni qanday ishlab topdingiz? Qanday tirishchanlik ko'rsatdingiz? Qanday terlarni to'kib u yerga o'zingizning tirishchanligingizdan keldingiz? Bunda gap bor bu yerda. O sizning binangiz emas, o sizning shaxsiy imkonlaringiz emas. Bunda qilolmaysiz. Ikkinchisi, gapning o'zi xato bo'lamdi. Buni Türkçe tarjima qilishimizning maqsadi biz 2 yil oldu, 3 yillab ketdi. Ma Turkiyadagi Uyg'urlarningki sürüm ketib bordi. Qarab baqsak, asosan vatandaş qalanmagan Uyg'urlarningki qo'ldan ish qilgan Uyg'urlar. Ya bular tijoratchi, yoki doktor, professor, yoki masrlikda o'qiyotgan insonlar, yoki qo'lidan balki ba'zi ishlarni qilib jamoatninki qo'l ishini qo'lga keltiradigan insonlar. Bu insonlar vatandaş qalanmayotdi. Bu bir. İkincisi, pulus yo'q, mushundaq hech qanday tunish yo'q. Bireyler varanmaydigan mushundaq bir derneklerden alakası yok insanlar bular alanmaydı ekan. Bunu biz neçimi yağız davatımız, bunun derdimizi hiç kim anlatılamadık. Bizden çoğu yok, bizden yoğan yok dep şeyden hiç kimne kulak sanmagandan bu yerdeki vatandaşlık meselesi imkanlarını kim bergen? Türk milleti bergen. Türk milletinin kurgan devleti de Türk milletinin bergen bajlardan tölegen bajlardan idareli kılınmaktan bir devlette de Uygurlarga berilgan imkanların hamısı Türk milletinin kelgen. Türk milleti bu işin sahibi. Bu yerde kolsun yanlışıyla değerverse kol işin yanında sunuyor. O sunuş bu yakta tutsun. Ma kol sisip gitti yanlışıyla. Bunu hem de çıkıp içip davalamasak bu maydana gitti. Bu yerde Uygurlar derdini anlatsak bunlarda korkuş, bunlarda teptatış edilen bir nersi yok. Sen hata işleyen vaktinde, haksızlık kılan vaktinde, 10 bin dolar talep kılan vaktinde sen Allah'dan korkmaysan ama Türklerden korksan. Türk
bir iş to'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato. Bu turklarning oldimi xato, Xitoyning oldimi xato? Chunki Allohdan yushirmagan narsani turklarning deb tushursa, yuchaqda nima qo'rqsa, agar sening xato qilgan ishing bo'lmasa, nima turklarni tiqilib ketsa, maydonga chiqishdan bo'ldi. Masalan, sen qopib, Arslan qopib, oy Uyg'ur Quzat Altay, sen Amerika Uyg'ur birlashmasiga yig'ilgan pulni xajlayapsan deb so'rasang mendan. Men qopib, voy, qo'lsiz yanglishida, qo'l sessiz yanglishida, sen pishni chiqarma, sen nima demoqchi? Sen FETÖ'çi, sen pelto'chi demayman. Saqling voka, ko'zing voka demayman. Bunda qilaman qara. Shaq Uyg'ur Amerika birlashmasininki hisobot daftarini ochma, ko'zingga bunda kirgizma. Tamam, vassalam. Agar oq bo'lsangiz, agar oppoq bo'lsangiz, nima qo'rqaysiz? Nimaga tipirlaysiz? Turk millatini bilib qilishni nima qo'rqaysiz? Nima qo'rqishingiz bor? Turk millatini bilib qilishni ansiraydigan nima ansirashingiz bor? Demak, qo'lsiz yanglishida. Demak, sesigan, sungan qo'l baykan yanglishida. Mana e'tirof qilishinglar kerak. Bu yerda bir savol tushibdi. Bu yerda kim u? Muhammad Ali Emin qarindishimiz savol so'rabdi. Debdi, bu gaplar bilan vatandoshlik masalasini turkcha tarjim qilib, go'ch idorasini atlashning nima foydasi bor? Nima foydasi bor? Xuddi go'ch idorasiga ma vatandoshlikni berishni to'xtat degandek ish emasmi? Deb bir savol so'rabdi. Birinchisi dunyoning hech bir yerda, masalan Amerikada hech kimningki green card'i, vatandoshligi Amerika Uyg'ur birlashmasining qo'lidagi ish emas. Agar bizmishada, hatto bundan burun, mana imqotgan bo'lsam xafaman, it's like a little bit distracting. Tamam. Ona kim bo'ldi? Masalan, bundan burun Uyg'ur Amerika birlashmasidan, masalan, asylum qilishdan burun, siyosat qilishdan burun xat ilish kerak edi. Xat ilishgan vaqtida shu vaqtda Amerika Uyg'ur birlashmasiga pul berish majburiyati bor edi. Biz bu majburiyatni qoldirib o'tdik. Bu majburiyatni ko'tarib o'tdik. Pul berishning hojati yo'q. Sen ushda bizga a'zo bo'lsang, Uyg'urlar bo'lsang, bu belgini chiqib turamiz deymizda. Faqat va faqat bizning qo'limizdan kelgan mushu bizning Uyg'urimiz deymiz, belgilarini chiqib turamiz. Qanday qog'oz lozim bo'lsa, Amerika Uyg'ur birlashmasi bo'lishimizdan qo'liga beramiz. Buningga haq talab qilmaymiz, pul talab qilmaymiz, hech nima qilmaymiz. Bu bir. Bu yerda agar bu yerga green card ololmaganlar Uyg'ur Amerika birlashmasidan hech qanday aloqasi yo'q. Ammo Turkiyada qanday bo'lyapti? Hamda Turkiya demokratik bir sistem. Buni hammamiz bilamiz. Lekin demokratiya bo'lgan bilan Turkiyadagi demokratiya Amerikadagi, Germaniyadagi demokratiyaga o'xshamaydi. Bu yerda belgilik oilaviy shaxsiy munosabatlar yoki bo'lmasa tijoriy yoki siyosiy munosabatlar ish oqidi bu yerda. Masalan, Uyg'urlar go'ch idorasiga borgan vaqtida go'ch idorasi qo'pib, "Voy, men sening iqomatingni o'ylash baqa yoki vatandoshlikni ilish uchun palonchi darnak berishing kerak" deb oyoq ishtagan vaqtida qanday bo'ladi? Uyg'urlar oyoq berib, aniq majbur qildi. Qolgandan keyin bu shaxslar mendan yo'g'on odam yo'q ekan, mening imzorim bo'lmasa vatandoshlik ololmaydi ekan, mening imzorim bo'lsa vatandoshlik ololmaydi ekan, demak mening imzorim pul yaraydi ekan, kuch yaraydi ekan. Xohlagani jazolab, xohlagani mukofotlayman deydigan mundaq bir fir'avnlik darisiga yetib bordi. Shunga bu go'ch idorasiga bir odamning ishimi? Masalan, bugun Fatih Gürbüz degan bir odam maqolasi uzun, shu yerda Mustafa da bir go'ch idorasiga bir odamning gapini debdi. U Mustafa müdürni qiziq bo'lsa, palonchi darnak bor, biz ishni ashlam referans bilan kelgin deydi ekan. Bu referans qanday masalan, u yerda go'ch idorasidagi balkim ba'zi shaxslar chiriklashgan bo'lishi mumkin. Ba'zi shaxslar bilan iqtisod aloqalar bo'lishi mumkin. Go'ch idorasi bu ishning sohibi. Masalan, biz Amerika Uyg'ur birlashmasi bo'lishimiz bilan mishada green cardni ololmayotgan yoki bo'lmasa intervyusini muloqot deymizmi, siyosiy muloqot ololmayotgan ismini to'xtamay Amerika go'ch idorasiga USCIS immigrationga to'xtamay xat yozyapmiz. Ba'zi senatorlar xat yozyapmiz. O bu yer nima deb go'ch idorasini, nima deb USCISni deb, chunki sohibi shu ularniki. Nima deymansa, Rajab Tayyip Erdo'g'an bay xat yozaymansa, kimga yozamiz? NASA xat yozamiz? UEFA'ga yoki hukumat xatimiz kimga yozamiz? Shu ishni sohibi bo'lib tursa. Andan bunga dair o'kanda men nurun adan xapaldichu, chunki bu yerda nima uchun isbot chiqmadan nimishqa texnik kuzat so'rab isbotdan qine isboting bo'lsa hammaylar bilib mushu ham bagichi ham og'itini sazay qilayli degandek bunda savol tushdi-chu. Bunga dair isboting bormi? Bunda bir ishtamdi. Hamda bu qarşılaştırış, siliştirish %100 to'g'ri bo'lib ketishini tayin. Ammo mejozi, juz'iy bo'lish tutilar. Bu yerda bir qarşılaştırış bor. Masalan, vatanimiz Sharq Turkistonda qul emgak lagerlari bor, jazo lagerlari bor. Bu yerda vatanda turib, nima deb insonlar guvohlik berolmaydi?
Nima deb oldiga chiqolmaydi? Chunki uni ba'sa o'lidi, siyosiy jon va mol bexatarligi. U yerda kapolatga ega emas bularniki. Turkiyada bütün Uyg'urlarniki jon va mol kapolatiga egami? Nima deb turib Uyg'urlar yo'qolib ketadi? Göç idaresida yoki bo'lmasa yabancılar sho'bisida tutib turilayotgan Uyg'urlar nima uchun tutib turilayotgan? Palanchi mandalga deb chiqib qo'ysa, palanchining referansi bilan bu Uyg'urlar turmaga ketib qolsa, bular qanday qo'rqmay gaplaradi u yerda? Yoki bo'lmasa bir odam 10 ming dollar agar pul berib vatandaşlık olgan bo'lsa, o'tirib chiqib, men 10 ming dollar to'lab vatandaşlık olgandim, aslida usulsizlik, yo'lsizlik bilan oldim, hamda hukumat bilib olsin mana deb o'zininki ap bo'lgan vatandaşlıkni xaym qatarga odamda qanday qiladi buni? Bu yerda Uyg'urlarning bexatarligi masalasi bor bu yerda. O urilib, so'qilib yurgan g'aribanlar ne chiqib turma kirib chiqqan insonlar bor. Qachon ko'chada tutib meni tutib deb ansirab yurgan insonlar bor. Nurg'un xona vayron bo'lib ketgan insonlar bor. Bu yerda nurg'un ashundoq insonlar bizga oldirab, ma Facebookda a'loga o'xshash hamma ishlarini qo'yib bizga hujum qilgan taqdirdimi? Ular gapirmagan taqdirdimi? Qo'rqusidan gaplanmayotdi. Allah'ın şerrinden gaplanmayotdi. Vatandagi Uyg'urlar, şovduyjonlar, daduyjonlardan qo'rqib qanday gaplanmagan bo'lsa, ayadagi xalqimizmi qo'rqib titrab gaplanmayotdi. Chunki turmaga kirish ehtimolligi va vatandoshlikning chiqmaslik ehtimolligi va har xil qo'lidagi siyosiy imtiyozlardan foydalanib jazolanishga majbur qilish ehtimolligi bor. Shunga bular chiqolmaydi. Ammo menga shaxsiy xat yozgan, screenshot deymiz, ma telefonning rasmlarini tortib evatgan, munda ishlar bo'layotgan nurg'un insonlar bor. Miyada bir yaxshi savol tushibdi hozir. Bir stepto, agar bu qitim mushi ish tufayli Göç idorasi tekshirimiz deb vatandoshlikni to'xtatsa, tabiiyki tekshirsa ish chiqmaydi. Endi aslida deydi-da, natija chiqib masala yo'qligi isbotlansa, ammo siyosat o'zgarib vatandoshlik berish amaldan qolsa, buning mas'uliyati kim? Endi buni yaqin yoqi meni anglashimcha bir 15 kishining bir tizimlikni beramish, agar bu chiqmay qolsa sana atamish degandek gaplarni angladim. Buning qanday qaraysan? Endi qara, munda gap degina. Birinchisi Türkiye hükümeti bizdek acizane bir şahsının ikki yig'iz gapiga qarab, bir davlatning siyosatini bir Uyg'urningki og'zaki gapiga qarab, ma vatandoshlik ishlarida yo'lsizlik bor ekan degan gapiga qarab, 15 ming odamninki vatandoshlikni to'xtatib qo'ymaydi. Türkiye Cumhuriyeti banana republik emas, muz cumhuriyeti emas, tavuz cumhuriyeti, qo'g'in cumhuriyeti emas. Necha ming yillik, 600 yillik Osmanlı imperiyasininki tarixidan kelgan hozir masalanki hukumat Türkiye tarixidagi eng kuchli hukumatlarning birisi. Mendek bir adamniki bir yo'lsizlikni, bir aşağıdaki haqsizlikni o'tirib chiqarib qo'yganga, aşağıdaki bütün Uyg'urlarningki ishlar buzilib ketganda, bu aqlga muvofiq emas. Bu bir. Ikkinchisi, necha yil yog'zi nima deb berilmadi bu 15 ming odamga vatandoshlik? Nima deb surinib ketdi bular? Masalan, Arablarga 6 million odamga chiqib qopti vatandoshlik. Nima deb Uyg'urlarga chiqmaydi? Uyg'urlar Türk desa Türk, Müslüman desa Müslüman. Hozir Turkiyada Türk armiyasi kirib, mushundoq meditsin do'stlab Mehmetçik bo'lishga tayyor nurg'un insonlar bor. Bularni nima deb chiqmaydi? Endi necha yil yog'zi chiqmay, biz bu vatandoshlik masalasi o'zing xabaring bo'lsa Arslan, bir oy, 2 oy burun xabarlar chiqishga boshladi. Bu dunyodagi ba'zi xabarlar chiqishga boshladi. Ondan keyin Mao Religious Freedom'niki hozirgi Amerikada nima qilayotgan Nuriy Turkiya apandimniki ba'zi tweetleri bo'ldi. U yerda hozir Uyg'urlarniki Ashiyada bexatar emasligi haqida ba'zi xabarlar chiqdi shu yerda. Chiqqandan keyin biz malarni so'rayotgandan keyin tuyuqsiz 5 ming odamniki kelib chiqqan. Bir oy burun. Xolis ismida bo'lsa ikkimiz telefonlashdik. Hozir 5 ming odam biroqlam 15 ming odam chiqibdi. Ajab tizimlash tuzgan. Burun haqli kelsa tizimni yammay. To'xtab qoldi, itib qoldi, anda qoldi, munda qoldi, aqoldi, ko'k qoldi, etepete qo'lam qimati. Anikin tuyuqsizlar 15 ming odam shaq qada o'tirib chiqdi. O bir-birlab tizimlab qo'yib, onun xili vaqt ketdi, aziz qardoshim. Bu bir. Ikkinchisi, o'zingizningki xatoligini menga atib qo'yish orqali bu 15 ming odam zaten chiqmagan insonlar. Chiqmagan insonlarniki chiqmaganligi uchun men bir yig'iz mushu yo'lsizliklarning ustidan bir o'tib qo'yamdiq deganga menga atib qo'yishning o'zi shu yerda gunohni boshqalarga atish, diqqatni boshqa yoqqa chekishning taktikasidan boshqa narsa emas. Bo'z apringlar, biz mushu besimni qilgan boshqa texmi tirishib, o'zini aqlash uchun bo'lsimi, g'ariban pul berolmaydigan 10 ming dollar yo'q, yoki bo'lsa qo'lidan ish kelib ko'ziga sat ko'rinib qolgan insonlarningki vatandoshlik chiqish ehtimolligi yo'qri deb qarayman. Buni Ichki ishlar bakanlığımi xat yozishni o'ylashyapman hozir men. To'g'ri.
Endi demek şu hazır emmadan bu ilaqi muşu 15 bin adamning nimasiga sen ilaqi so'riqini sen bunun igi chiqa olamsa degandek buni sen bilan munosabatsizda. Endi bu yerda masalan Amerikada nurg'un bolalarning chiqmayotgan masalalari bor. Mesela şu yerga kalla qattirib, şu yerga kuch chiqasan bo'lmamdi. Ya'ni bu yerda nurg'un jamiyat, nurg'un derneklar bor Uyg'urlarning ishini qilayotgan masalan. Yana birisi qo'shimcha menga doim kelayotgan savol, masalan, nima uchun, ya'ni belli aniqki bu yerda ma'rif jamiyati ma'lum bir sifatda ma'lum bir jarayonda necha yil yaqin ish qilyotdi va Turkiya hukumati ma'rif jamiyatiga ishinib kelib bu vazifani mushlarga berdi. Ishinib kelib. Ya'ni buningga qanaqa qaraysiz, qanaqa yorumlaysiz buni? Birinchisi men Amerikadagi masalalarga nima deb qilmaysiz deganga ben bir aytay. Amerikadagi masalalarga toza qilyapmiz. 10 necha yilning yog'izi qilinmayotgan ishlarni voyaga yetkazib qilyapmiz. O'tgan bir oyning ichida Uyg'ur majbur emgak qonun loyihasi uchun Amerika Uyg'ur birlashmasi eng az 100 yig'in ochdi. 100 mush kongress verib, yoki telefon ustidan, email ustidan ko'rishib, kundan kunga Uyg'ur jazo emgak nimasini qo'ygan insonlar chiqyapti. Mushning o'zi cho'ng xizmat. Bu 100 odamdan qilishning o'zimi, 100 yig'in ichishning o'zimi cho'ng ish. Bu yerda kech kunduz mushunday xizmatlar bo'lyapti bu yerda. Hammani deb o'tlasak bu yerga 1,5 soat, 2 soat vaqt ketadi. Buni ayrim qisqaroq bo'ldi. Uyg'ur Amerika birlashmasi nima ish qilyapti deganga ayrim bir tema ishimiz kerak. Bu yerda bizningki yushog'ida, qo'qida, oh my god, ma ishni qilamoqdi degandek bir ish yo'q. Toza boyaga tuzib qilyapti odamlarimiz ishini. Natijani yoz bo'lmayotgan ishni qilyapti. Buni o'tirib qo'ysak, ayrim bir yer qo'ysak bo'ldi. Bu bir. Ikkinchisi, Amerikada vatandosh qilamagan insonlar. Bunda bir gap. Endi ne yazık ki deb bir gap bor Türkçe. İçinish xiyari shu. Nurg'un Uyg'urlarimiz, bular ayblamayman. Nurg'un Uyg'urlarimiz shu vatanda vaziyat yaxshi bo'lib qolsa, yana qaytib qolsak deb siyosatga qilmay, necha yil ketgan Uyg'urlar bor. Shu vaqtini o'tkazib qo'yib, Amerikada bir qonunni davlat emasmi bu? Qonun qarab ish qildi bu yerda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, mening qardoshim demaydi bu yerda. Qonun bu ish qildi. Shu vaqtni o'tkazib qo'yib, jazo lageri masalasi ash voyaga chiqqan vaqtida Donald Trump chiqdi. Anakin Donald Trump'ning o'zi immigration ko'chmanlar ishiga biroz qarshi bo'ladi. Buningki bütün ko'chmanlar siyosati Uyg'urlar qartilgan emas. Amerika ko'chmanlar siyosatininki ta'sisi intayin cho'ng bir masala bor bu yerda. Bu bir. Ikkinchisi Uyg'urlarning vaqtini o'tkazib qo'yib boshqarish masalasi bor. Bu ikki. Bunda bo'lgandan keyin hozirgi bir vaqtda bularningki nimasi kechikib ketdi. Intervyusi tizimlash vaqti kechikib ketdi. Ammo intervyusiga kelgan, muloqotga borgan har qanday Uyg'ur o'zininki siyasi plan ap chiqyapti. Bu yerda faqat shu nima masalasi bor. Tizimlik yoki bo'lsa saqlash masalasi bor. Bu masalada. Ondan keyin Amerikada bu yerda yo'qolib ketish, turma kirib ketish, Xitoyga yo'qolib ketish, zinnatga o'ltirsindak tuyuqsidan Tojikistonga berib ketgan ishlar yo'q bu yerda. Amerikadagi Uyg'urlar eng bexatar Uyg'urlar. 2, 3 Amerikadagi Uyg'urlar başvurup agar green card'ni ololmagan taqdirdami ishlash kirishkisi bormi yerda ish chiqarib work permit deymiz, ishlash ijozatnomasi berdi bular. Har qanday yerga berib ishlab pul topa oladi. Bu 3. Ammo biz bu yerda ishlarni qilayotgan vaqtimizda Turkiyadagi pulsi valani gapini hamma qildi ekan. Qirg'izistonning kaplan baylar birdan ap bo'pti vatandoshlikni. Ammo pul yo'q, urilib so'qilib yurgan odamning bir gapini qilmasak, bular bizga xat yozgan vaqtida buningga mening vijdonim ko'tarmaydi. Agar buningga Amerikadagi Uyg'urlar qo'zg'alsan haq so'zlading yoki bo'lmasa sen ish qaralashmading, bizni saylab shu aytmasa, eyvallah qardash, men Amerika Uyg'ur birlashmasiga ulab turgan odam emasman. O'zimni ishni qilaverman, o'zim ishlanganini qilaverman. Haq uchun, haqqoniyat uchun, ojizlar uchun, urilib, so'qilib, qiqilib yurgan insonlar uchun qilaverman bu yerda. Xudoyim menga beribdi, bir nimaga ehtiyojim yo'q meniki bu yerda insonlar uchun. Shuni bir deb qo'y. Hamda men yer bo'layotgan ishlarimiz shu endi. Ba'zi qarindoshlar yeni qitilg'ashqa biz deb o'tib bo'lgan savollarni qayta so'rayotdi. Nurg'un masalalarni biz deb bo'ldik. Uni video tükkandan keyin qayta o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Bu yerda masalan endi Obaydiringo masalan saylan masalasi. Tushunami? Nurg'un hozir mushunda seni tushirish, saylam orqali saylam qil degandekchi. Bu menga nisbatan nihoyat qiziq bir ish bo'ldi. Xuddi Xi Jinping Trump qo'pib saylam qil degandek ish bo'ldi bu yerda. Endi bunda oldu endi. Birinchisi Turkiyadan chiqdi bu qarindoshlarımızdan. Yana bizning qarindoshlarimiz o quzat nima deb sayldinglar, qandoq sayldinglar, bu sayliq odamni gap. Nimishqa? Chunki mayada bunda bir ish bor. Men aytdim emasmi? Mayada agar sen qo'pib quzat, sen
ma pulni yavapsa, ichivapsan, usulsizlik qilsan, ma pulingdagi nimadan foydalanib insonlarni bozaq qilsan deb menga desang, men qo'pib sana pishni qilsan, undaq qilsan, bundaq qilsan demayman. Faqatlam qo'piblam sana daftarni ichib qilayotgan ishlar ma'u, kirgan pul ma'u, chiqqan pul ma'u. Bunlarni ko'zini tiqib qo'yma, tugaydi shunaqmi bu yerda. Oyada bizga yo'lsizlik bormi? Mutabamo, Uyg'urlarni solab berganlar, Suriyaga solab berganlar, green kartini yoki bo'lmasa iqomatini, vatandoshligini, shunda tirishishlardan yaxshi Uyg'urlardan burun ap bo'ldimi? Suriyaga kirib militant bo'lib urushib chiqqanlar, andan keyin kaplan Turkiyada vatandoshlikni ap bo'ldimi? Qolgan Uyg'urlar nima deb ololmaydi? Qirg'izistonga kelgan tijoratchilar birdan o'qibdi. 6 yil, 7 yildan yaxshi saqlangan Uyg'urlar nima deb ololmaydi degan savolga Amerikadagi Uyg'urlar Quzat Altayni tushiringlar deb javob beramda. Bu qanday mantiqa? Bu yerda qo'planma Qirg'izistonga kelganlar munda sababdan tufayli oldi. 6 yildan saqlagan olamaganlar munda sababdan olamadi deb deb bo'lmadimi? Bu bir, ma bir gapni esin solay. Ikkinchisi, saylam gapini chiqib qapti-da endi. Men bu yerda shu Amerika tarixidagi eng chong saylam bo'ldi. Xalqimiz meni sayladi. Sen meni yaxshi ko'ramsan, yaxshi ko'rmaysan, mishada demokratik bir usulda biletni sanagan vaqtida Facebook'ta naq maydonda taqitib videosini bir-birlab mushundaq qildi. Dunyoda nima bir saylam bor? Demokratik usuldan adil bo'lgan bir saylam bu. Xalqimiz bu yerda sayladi. Ma gapni men Turkiyaga qaytarib beray. Sizlarda mi saylam bo'lsin? İxtisas egalari, qobiliyat egalari, qo'sq to'ygan, ko'z to'ygan, vijdonli vatan uchun Uyg'urning manfaatini birinchi o'rin qo'ygan. AK Partining manfaatini emas, Turkiyaning manfaatini emas, Uyg'urlarning manfaatini birinchi o'rin qo'ygan odamlarni sizlar saylab chiqinglar. Nima deb saylanmaysizlar? Ma gapni qaytarib bermanda sizlarga. Bu 2. 3. Miyada imzo toplaydigan ishlar bo'yibdi Amerikada. Quzat Altayni tushimizda. Bular asasen bir işki itibarsız cevabım var. insanlarınki nimisi? Bir işki insanlarınki itibarsız insanların nimisi? Kuzat miyada bir qiyinlishimiz bir savoli bor ekan. Azamlar tamam. Qiyinlishim sizga qiling. Tamam, ben gapimni başlaştırmadan özümle tanıştı. İsmim Abdurrashid Amin. Ben Türkiye'den. Ben hem de Quzat Efendi'ni burundan tatip bilime. Quzat Efendi'nin burun Quzat Efendi hazır reis kılıvatkan teşkilatnamı yaxşı bilime. Hem de ben özümle tanıştırışımda ben hazır Quzat Efendi bir vasıta ismini atap yakıtmayı yani bir qator ayblaşlarni yoki tanqidlarni yog'dirayotgan tashkilot yoki jamiyatga vakolatan bu yerda astoydil telefon qilyapman, ya'ni rasmiy holatda. Endi Quzat Efendi o'zi g'aribda cho'ng'igan yoki g'aribdagi ahvollarni ko'rgan birisi sizmi shu? Bu yerda masalalarni hal qilishda kuch tili yoki avom tili bilan yoki avomning uslubi bilan hal qilishdan burun avval diplomatik münasebet teşkilatlar otursidagi ahlak, siyaset ahlakı ve siyasetdeki til işletishga diqqat qilish kerak. Albatta siz bayam degandek men shu narsalarni bilganligim uchun albatta bu narsalarga diqqat qilgan asosda gap qilaman. Adam bir necha narsada to'xtalmoqchi. Birinchi masala Quzat Altay Efendi uchuq yoki yopta holatda bugungi kelguncha Türkiye'deki Şarkı Türkistan Muhariblik Cemiyeti'ge bevosita holatda ba'zi ishlarni qildi degan nomda yani ayblashlarni qilyapti. Endi bularning birinchisi vatandoshlik masalasi. Buncha vatandoshlik masalasida mushu vatandoshlikninki loyiq kishilarga yoki vatandoshlikninki o'zining bexatarligidan asrayotgan bo'lishi bilan birga Türkiye'deki Şarkı Türkistan davosida aktif rol oynayotgan ahli ilimler, akademikler yanı kelgan. Ondan teşkilatның içinde aktif rol olayotgan kişilerge en aldığı bilgilerle guvohlik berishda menimcha Arslan Hidayat Efendi bekroq haqliq ve mecbur ifade bilaman, çünkü men bu yerda buni oshkor etishni xohlamayman. Buni oshkorlamaslik o'zingizning huquqi. Ama Arslan Hidayat Efendining bu noktada adil Allah bilan asli bunga yaxshi javob beradigan turib qilganligingizda men sizga savol qo'ygim keldi, ama yani bu noktada biz yani hech qachon
xuddi Arsan Quzat Efendi özününki cemiyetinin defterini içip hesap bereleyme degandek bizmi bugungi kelguchi tizimlangan kishilarninki tizimlikini ko'rsatib Quzat Efendiga aniq holatda javobini bereleymiz. Bu birinci nokta. İkinci nokta Quzat Efendi hech qanday bir yani NGO devletninki resmi bir bağlanışı bo'lmagan bir cemiyetninki xalqan bir adamga vatandaşlık berolmaydiganligini bilgan ekan bizim ma'rif cemiyetimizning vatandaşlık meselesida hech qanday bir söz hakkının yok ekanligini ameliyatda her qatimliq tizimlikka bir şart belgilab bu şartga mos keladigan Sharq Turkiston davosida aktif rol oynaganlik uchun o'zining bexatarligidan ansirayotgan kishilarni asos qilib turib boshda buni Türkiye'nin ichki ishlar ministerligi bilan diplomatik uchrashuvlarni o'rinlashtirish orqali shularninki qaror qilishiga berganligini va shular berilgan kishilardan o'zini tanlagan kishilarga vatandaşlıkni iltimos qilish uchun salohiyatini tunuganlik ifodalab uqtirish qilganligini va mushor qilib vatandaşlıkka iltimos qilib vatandaşlıkka erishganligini menimcha buni mushkul holatda bilish kerak edi ama Quzat Altay Efendi özü naiti meselelerini Amerika'daki meselelerini naiti demokrat ve resmi holatda buludu da düşündürüşülen birge Türkiye'deki meseleni xuddi ma'rif cemiyeti bu vatandaşlık meselesini özü halka adamga bereleydigan, halka adamni yozduralaydigan bir şekilde ifadeleşi bu bilimsizlik mi? Yoki bu kishilarni qaymoqtirish uchun aytilgan so'zmi? Bu bana noma'lum kishilarga tuhmat qilmayman. Ama Quzat Altay Efendininki bu xil narsalarni mas'uliyatsizlik bilan o'tirg'a qo'yishi va xalqninki zehnini xalqning o'tirishidagi aloqani bu xil buzishga tirishishi haqiqatan çok hatalık. İkinci bir meselede Quzat Altay Efendi dedi ki Türkiye'dekiler eğer de ahkovalık berse bu cemiyetninki kishilarni so'latqizib o'tishidan qo'rqudi degan bir narsani aytdi. Yani bu narsaga nisbatan agar Quzat Efendininki dalili bo'lmaydigan ahvol bo'lsa, Quzat Efendininki bu xil tuhmatini biz munosabatli organlar bilan albatta deyishga haqqimiz var. Masalan Quzat Altay Efendininki turayotgan cemiyetininki nizom tekshirish heyeti bormi yo'qmi? Bu birinci nokta. İkincisi bularga sunumuz yeni birisi Dünya Uyghur Kurulu'ninki a'zo olgan tashkiloti bilan sifati bilan o'ziga a'zo olgan tashkilotning raisining bu xil mas'uliyatsizlik bilan Sharq Turkiston davosidagi hamkorlikqa ziyon uradigan bu xil so'zlarni qilgan kishilarga qarta bir javob berishni albatta talab qilamiz. Va shuningdek xalq ommasining bu xil mas'uliyatsizlik bilan o'tirib qo'ygan so'zini so'roq qilishini talab qilamiz. Endi bu yerdagi qaytib kelsak, har qanday bir jamiyat yoki shaxsning o'zininki bayon Quzat Altay Efendi degandek 600 yillik tarixi va Osmanlı Kardeşim qilayotgan bir davlatninki alo kardeşim jamiyatninki dernekninki alo kishilarni trollchi yoki boshqa nomda so'latqizib o'talaydi yoki solaydi degan bu xil batnomni yalishi haqiqatan Quzat Efendining aqlidan yoki insobidan odamni gumonlantirdi ama biz gumon bilan so'z qilmaymiz. Kardeşim Üçüncü bir nokta var. Kardeşim bir alo bir minut vaktiniz kaldı. Bir minut vaktiniz kaldı. Qancha minut? Bir minut. Çünkü miyada başka sual soraydiganlar var. Şularga fırsat berish kerak. Tamam, başka suallar soraydiganlar men hozir Quzat Efendidan sual sormayapman. Quzat Efendininki necha kundir bir o'znamida bizlarga sunilgan batnomlarga nisbatan resmiy holatda bunga norozilikni ifodalayapman. Bu yerda siz agar Quzat Efendi agar siz haqiqiy bir demokratik davlatda cho'ng bo'lgan bo'lsangiz, agar bir odam bir temini o'tirg'a qo'ygan bo'lsa, bunga javob bergan odam chiqqan vaqtida buni o'xshash shaklda vaqt berishingiz kerak. Bu birinchi nuqta. Endi Quzat Efendiga kelsak, Quzat Efendi o'zininki mushu so'zlarining bayonsiz so'rgan savolga hech qaysiga javob bermadi. Hammasiga agib o'tib ketdi. Agar Quzat Efendi haqiqatan ta'kid bilan bu narsalarni isbotlay olsa, Quzat Altay Efendi albatta biz xalqimizga javob berishga vaqti kelsa o'zimizning mas'uliyatini o'tayolmaganligimiz uchun kechirim so'rashga, buningga ketarlik loyiqida jazoni tortishga biz albatta tayyor. Ama Quzat Efendi hech qanday bir dalilsiz holatda bu narsalarni sunib,
Türkiye'deki meyli devlet bilen cemiyet otursidiki, cemiyetimiz otursidiki ve cemiyetimiz ve halkımız otursidiki münasebetini bozuşku oynayotgan bolsa, bu vaqtda bizim o'xshashdan Quzat Efendining mas'uliyatini so'raymiz ve layıkıda cezaga tortilishini talab qilamiz. Xalqimizning o'zining jamiyatidagi shu nazirlardan. Mushu masala meni qilib qo'ymoqda. Anandikan tamam Quzat Efendi bunga yana hech qanday javob bermay o'tib ketalaydi. Bu so'zlarimni qatag'amay yoki menga haqorat qilib yoki har xil tuhmatlarni qilib o'talaydi. Men bunga ishonchim bor. Ammo Quzat Altay Efendi o'zining degan bu so'zlarninki 30 yillik tarixi bo'lgan bir jamiyatning raisi bilan sifati bilan tashkilotning raisi bilan sifati bilan bu xil mas'uliyatsizlik bilan xalqni igizbas yoki qaymoqtiradigan xalqninki perişan qiladigan bu xil so'zlarga mas'uliyatsizlik bilan muomala qilmaslikni umid qilaman. Ve bu narsalarni deginidan keyin kelib chiqadigan natijalarga ega bo'lishini umid qilaman. Gapim misha tugadi. Agarda yine men mishada baholatda so'raydigan savol bo'lsa, yeni bir yerda aniq bir narsa bo'lish kerak. Agarda jamiyatninki qilgan ish to'g'riliq bir savol so'rashga to'g'ri kelsa, Amerikadagi bir Quzat Altaydan emas, balki Turkiyadagi bir kishidan so'rash kerak. Shulardan so'ray olasiz Arsanida. Siz kimga telefon qilishni bila olasiz, topa olasiz kishilarni, vakillik qila oladigan odamni. Shulardan so'rang, sizga javobni shular bersin. Siz Quzat Altaydan so'ramang bu savollarni. Agar biz sizga to'g'rilikni isbotlayolmasak, undan keyin uchinchi bir shaxsni topsangiz shu vaqtda albatta vaqtimiz bor. Gapim tugab, bo'lib qo'yavetim telefonni. Kuzat Yoki Quzat Efendining savoli bo'lsa olaman. Kuzat seni savol bormi bevosita bu qarinishimizga? Savolim yok. Ben hazır. Rahmat qarinishim, Alloh razı olsun. Özan koymasam faydalandı. Ama bu yerda siyaset ahlak bilan başladı da gapni. Siyaset ahlak bilan başladı. Qaysi ahlakka uygun pulsi bağlanınki vatandaşlık alalışı, pulsi bağlanan vatandaşlık alalışı, yeni Kırgızistan'dan kelgan ticaretning vatandaşlık alalışı, anandan keyin yillarcha faqatlam qo'lidan ish kelib qolgan, ko'zi ko'rinib qolganligi uchun vatandaşlık alanmay sürünüp ketgan qaysi ahlakka uygun bir narsa. Mesela bu yerda ahlak meselesini deb qoldi. Mening ahlakimni hammadan biladi. Bu yerga yigili ishkili kelmagan. Men Amerika Uyg'ur birlashmasi ya bir tashkilotni qilib, tashkilotni olgandan keyin ostimga mashina olib boqmadim. Tashkilotni olgandan keyin ustimga uy olib boqmadim. Hamma narsani xalq bilib turdi-da bu yerda. Bu bir. Ikkinchisi isboting bormi degan narsaga men deb bo'ldim. Men o'nlarcha inson bilan ko'rishdim. Qo'lidagi qog'ozlarni shunday 10 ming dollarlik ayni vaqtda sotilgan buni ma'rif jamiyatiga sotilgan qilib demadim. Ma'rif jamiyati 10 ming dollarga sotdi degan gapni qilmadim. Ammo vatandaşlık 10 ming dollarga sotilgan ishlar bor Turkiyada. Nimishqa? Qanday qisqa O'rta Osiyodan kelgan insonlarga Uyg'urlarning sonini berib, ularga vatandaşlık berdi. Vatandan kelgan Uyg'urlar miyada mundaq surilib yuradi bu yerda. Turkiyadagi Uyg'urlar hozir bexatar bo'lmag'ashqa gap qilolmaydi. Shunga men gap chiqdim. Agar sizlar qilmagan bo'lsanglar, rahmat, Alloh razı olsun. Qolganlar chiqsin. Ammo bu yerda men paranlashgan odamlarning hammasida mushu haqsizlikni men telefon qilib so'rdim, video chat qilib so'rdim, Yevropa qashqarlardan so'rdim, xat yozib WhatsAppdan so'rdim. Bu yerda bularning ismini oshkorlasam, bularning bexatarligiga ta'sir etadi. Shunga buni deyolmayman. Ama mesela mesela sen so'rgansan ko'rashgan insonlarni haqiqatan shu durumda bo'lgan ya ağan ya bergen insanlar nereden bilirse sana bir delil sana bir narsa ko'rsatdimi bu bevosita? WhatsApp'dan xat yozganlar bo'ldi, Facebook chatdan xat yozganlar bo'ldi, xat yozib mushunda ishlar bor deganlar bo'ldi. Anandan keyin men tunuydigan bolalarning ishidan mushunda urilib so'qilib yurgan, bozak bo'lgan insonlar bo'ldi. Bu yerda yabancılar şöbesinde tutup durarken o insanların ki mesela Avrupa kaçkan bir adam ben Silivri'ye bağlı vaktinde yüzlerce Uygur gördüm dedi mesela. Nimişka kandaksı tuyuksuz yok gidiyordu. Bu yerde halkının yürgü şunçuk mucillik etken ki azıcık çıkıp gap qilishdan qo'rqoq darajaga yetdi. Aziz qarindoshlar, Turkiyadagi qarindoshlar mesela bu yerde gaplanmay yurgan nurg'un insonlar var. Mening imdodimni ashlar obdan biladi. Bu yerde biz bir tashkilotga bir nimaga sen qilding yoki bo'lsa nima qilib qarchaplığımız yok. Faqat shularningki ovozini diyemmeyen avazını, bana yazgan xatlarını ben oturup koyuvatıma. O zaman ispatlasın. 15 bin adam aptı maşallah rahmet verip kolu suyla 15 bin adam alalasa. Emse meselen bu 15 bin adam alalmay kalsa sen günahkar buldu ekansa, o 15 bin kişi ep kalsa kim sebepçi buldu o zaman?
Ondan sonra ben eğer 15 bin adam alanmasa ben sebepçi olgan bolsam, ondan sonra 15 bin adam alalısın ben sebepçi olganımga. Mukafat markelemde onunki. Bu yerde beyefendi öz dep ötdi. Türkiye hükümeti mening bir egizlikimni qarab, unda qilmaydi. Bu yerde bir tekshirish, bir nizam yoqimsa odat deydi. Odat degan narsa endi taftish. Bir üstün o'tgan vaqtida bu yerga narsalar o'tirib chiqadi bu yerda. Bu yerda bu masalalar bor, mavjud. Bu mavjud olmasa shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi. Bekor haqlar pul bermagan haqlar men pul berdim demaydi. Pul verib vatandoshlikni olib bo'lganlar men pul verib vatandoshlik oldim demaydi. Bunda ishlar endi qanday qilamiz buni? Tamam. Bu yer bek sual jiq tushdi. Men nim qilib bilmadim. Asosiyatdan shu jiq savollarning jiqi, shu konkret bizga somut binas ko'rsatyapti-da. Endi Abay degandek buningga nima uchun ko'rsatmaydiganiga doir, Kuzat Altay ko'rsatmaydiganiga doir bir ichiqlim badi, keyin ko'rasanglar bo'ldi. Meni asosiyati mening gapim nimam tugadi. Bu yerda men asosiyatdan bu yerda amaba taraf tutmay biz savolni so'rash, bu so'roqqa tortish mening vazifam bu. Meni boshqacha o'ylab belki o'ylab qolsizlar, lekin bu yerda savol so'rg'ichiman. Video chat qildik-da bu yerda. Video chat qilgan vaqtida mushunda ishlar mavjudmi desam, mushunda hammasi bor aka. Deb bu meni video tortib olmagansiz a? Meni video tortib olmagansiz. Yevropadagi bir ayol video tortib chiqirdi ekan, unda qilmay qo'ygansiz deb qattiq chiqarmoqchimi deb yolvorib mushtaq ketdi endi. Bundan adamning bir nechtasi bor bu yerda. Mushundaq nima qilib yurgan insonlardan. Hatto turmaga so'lg'izib o'tib, andan keyin siyosiy yurishlar qanday ketib bordi deb ta Silivriga Istanbuldan mashina deb berib, zangli qilib borgan ishlarni bor ekan bu yerda-chi. Ash bolalarning turmida yotgan bolalar o'zi menga gap qildi bu yerda. Qanday qilsa masalan, kallamni o'rmaydigan ishlarni nurg'un masalan. Bu yerda bunda qarab baqsan, eng oddiysi mushu tijoratchilarning boyligini hammasi olib bo'lgan, kambag'allar olmagan. Bu bir. İkincisi Suriye'ye girip uruş kılanlar dercinde aptı. Bu Türkiye'deki kuldan iş kılgan insanlar nimde alanmaydı. Bu mesela Türkiye'ye girip Suriye'de uruş kılanlar bekrek bir hatar mı Türkiye devleti için? Bu Türkiye devleti ma palançı bir hatar emez diyen gapni kimden aladı? Kimden aladı? O uçurlarını, o istihbaratını Türkiye hükümetindeki kim yollaydı? Ma işçilik Uygur, ma işçilik emez Uygur diyen de kim yollaydı? Ben yollandım yani. Yollagan kişi kim olsa şut belini alamıgan gap. Demek bir Suriye'den kelgen, uruşup kelgen bir Uygur ne? Palançı, ma bexatar Uygur deb bergen bolsa, gerçi Suriye'de uruş qilib kirgan bolsa-mu, o bexatar diyaş qatnashib urush kelgan adamdan bexatar vatandaşlık alalaydı. Suriye'ye adam solab bergenler bexatar vatandaşlık alalaydı. O qo'ldan ish qiladigan, yoqimiz pul yo'q Uyg'urlar bexatar emasmi? Bu qandaq mantiqa bu? Bilamay qoldim. Endi bununla dair mesela nurg'un til haqoratlar u bu kelyapti. Ya'ni bununla mesela mush jarayonda qilayotgan ishlarni ko'ryapmiz Facebookda, Twitterda. Ya acaba men maoshni balki sal adimdan ishib oldim. Sal ashurib qildim. Balki qilayotgan ishim Uyg'urlarga aksincha ta'sir berib qilishi mumkin deb kallangdan kirdimi mushu gaplar? Buni ballamang dedi. Voy mushunda ay vay deb mushunda qo'rqapti endi. Bu bunda Xitoyda yurgan mujulup ashunchalik darajada qo'rqib ketganki, bu Uyg'ur xalqimiz, bechora xalqimiz jipni ko'rsa, jilon deb saklaydigan darajaga berib ketgan. Ajoyib nim qilgan. Qo'l so'nsa yang ichida yakchashni dövletiga olsam bir ko'zini qisib ol. Qaysi Qur'onda masalan musulmonga Turkiyaga nurg'un insonlar, intayin yaxshi musulmonlar, Qur'onning qaysi oyatida qo'l junsa yang ichida ishchimizda qilayli, haqsizlik bo'lgan vaqtida chapan yapayli ustiga bunda para talab qilgan vaqtida gap qilmayli jim turib oldi. Bizga bir chini sho'rp bergan bo'lsa, o'g'irlik qilib, ash sho'rpini ishganligimiz uchun menga og'zimizni yumay. Qaysi oyat bunda gap bor? Bu yerda haqsizlik bo'lganligi uchun qo'rqmay deyish kerak. Nurg'un insonlar buni deyolmaydi. Bu haqsizlikni, adolatsizlikni, bu yerdagi tamponsizlikni tilga olganligimiz uchun bu yerda buzib qolgan shu. Bu Xitoydan qolgan bir mantiqa bu. Qo'rqmaslik kerak. Qo'rqmay shu Xitoyda biz nima deb ishga qoldik? Avu Şangjanlar, Şunjanlar, Zhangjanlar, Shodujanlar, Dadujanlar, ma Xitoy Kompartiyasi doppangdan keldi desa, qallasini kesib ketmaydi Uyg'urlar. Hukumatga sodiq bo'lish uchun shunchalik daraja qilib ketdiki, mana bugun Uyg'urlar jazo lagerida nim qo'ydi. Turkiya hukumati hozir ba'zi insonlarga Osama desa, bir yil o'birni kirmaydigan Uyg'urlar bor. Mushunchalik darajada bizga
tabii ki Uygurlarınki menfaati ve Türklerin menfaatini, Türkiye hükümetinin menfaatini, AK Parti'nin menfaatini tempon yaptırdığı mesele var değil mi? Yani? Sustainability de bir mesele var ticarette. Bir nesinin devam kılış için, bir münasebetinin devam kılış için, bir ticaretinin devam kılış için ağıcı ve beğenici. İkilisi menfaatini iş gerek. Eğer bu yerde bir tarafının menfaatini bisip, bir tarafının menfaatini sıkıp, bir tarafının ağzını jumguzup, fakatla %100 başka bir tarafının menfaati kalmakta bu Türkiye hükümeti için mi yaxşı emas? Bu AK Partiye için mi yaxşı emas? Bu Uygurlar için mi yaxşı emas? Bu uzun devam kılanmaydı. Şuna bizim Türkiye'de qanday adamlar gerek? Türkiye'de bazı vakitte hükümetke yardım kıldırgan ama bazı vakitte şu yardımda tutmayalım yine halkı iş qilib beradigan vatandikinin chiqqan xalqning menfaatini birinchi o'ringa qo'ya oladigan bizga insonlar lazım. Hozir Türkiye'deki bazı teşkilatlar AK Parti'ninki Uygur gençlik kolları kaynayıp kaldı mesela. Bu yerde AK Parti'ye rahmet etiniz, yardım kıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a rahmet etiniz, yardım kıldı. Süleyman Soylu'ya yardım etiniz, yardım kıldı. Ama Türkiye kök partilik bir dönem. Bu yerde bazı partiler kilidi, bu yerde %100 hem neyimizin desimayımızı bir partiye tuzda partizan kaynını varsa, bu yerde CHP var, bu yerde MHP var, İyi Parti var, Kamalistlar var, bir müç insanlar var. Bununla bir kirişi mümkün. Bunlar mı Uygurlar için bir iş kıpırlaydı? Amerika'da mesela biz bu işlerden intihar dikkat kılımız. Ya demokrat ya republikan bulmayımız bir yerde. Vaqtmi bir yerga berib qapti. Vaqtni bir yerga berib qapti. Boshqa deyilmagan bo'lmasa men savol so'rmagan gapim bormi? En son ilqi bir yurak so'zing yoki bo'lmasa bu ishning yana davom qilaveramsa, rost bu ishning sencha mustaqillik bundaq shaklda vatandoshlik bunda qilish masalan sencha bu Xitoyning o'yini bormi buningda? Ba'zi insonlar shuni da'vatlar masalan hozir bek bo'linib ketdik-ku bu masalada. Hamda bunda hiç kim inkar qilmaydi. Türkiye hükümeti Xitoyga iqtisodiy jihatdan ba'zi beqindiliklar bor. Xitoyninki ba'zi Türkiye'de Huawei qatorliq shirkatlarninki intan cho'ng mablag'lari bor. Hatta Xitoy hükümetininki destekleyen şirketlerden Türkiye'nin körüklülük istitib oldigan bazı meseleler var bu yerde. İntayın çoğun bir iktisadi oturdan münasebet var bu yerde. Şuna bunu %100 ya uyan ya buyan değil olmaydı. Biz eğer bir tal Uygur, hem Uygur bir koyunu suyup etse, ma Uygur'unu suyup etse, ma Uygur'un menfaatini kurban kılıp etse, hemimiz çavak çep, bana mini soymaydı ya bugünce dep otlasak, bu yerde Uygurlarını bozak kılış, Uygurların menfaatini setiş tıkım asanlaşıdır. Bir adam hiç umkanı karşı tarafını yaklaşık gerek. Hem adam dumbakçılık, hem adam akıdın çavakçılık meni pelse, Uygurlarını vatanda kanda öldürüş asan boğan bolsa, başka yerler değil mi aşağı aynındı. Bir hakkını yakıldığın, hakkını kokmaydığı bir adam lazım. İkinci sual, sen de dongamazsan, muş işler Uygurlarınki mesela sen devam kılamsa, kılmamsa. Bu yerde bir mesele var. Biz bu yerde aşağıda qo'rqib oldiga chiqolmay gap qilinmay man xat yozib video yozib u boqqan bir muncha insonlarniki ovozini chiqarib endi bundan keyin men shuning ishini biz nima qilsak bular ekan bizning savol so'raydigan bir odam yo'q ekan dunyoda xohlaganini qildi ekanmiz deydigan ish tugab inshaalloh menimcha shu 6 yil 7 yil 10 yilni saqlab ketmagan Uyg'urlarga chiqib qolsa ajab emas. Shu Uyg'urlarning ustidan ma'vo mandati deb qarlab bir dokument yoki bo'lsa bir istihbarat yo'llab qo'ygan bo'lsa, shuni tuzitib shu Uyg'urlarga chiqarib bersa ajab emas deb qarayman. Menda ba'zi savol so'raldi. Boshqa gaping bormi? Degan deyilmagan men so'ra bo'lmasa yaqin yoqi sana bek chiqib bir savol kelayotgan diqqatini tortgan bir savol. Çünkü men savollar qarayapman. Bir simiya debdi. Assalomu alaykum. Men shanda men ayrim yozgandan keyin ma'lum ishada ma'lum bir universitet o'qiyman. Ma'rifatniki vositasi bilan fuqarolikka erishdim. Hech kimga bir pun bermadim. Hech kim beringmi demedi. Ma'rifatnikilar o'zi meni izladi deb bir o'quvchi bola ekan. Bu yerda ismini demay, hozir bir ismini yozdi. Allah razı olsun. Mübarek olsun. Vatandaşlığımız hayırlı olsun. Allah'ım olan nurgun insanlığı var. Sure. Okay. Son yürek sözün anında ahırlaşa 50 minut mu bop kaldı bana? Yürek sözüm şu. Beni Amerika Uygur Birleşmesi'nin reis durup müşkiyatının rast kaksam intayını zeriktim. Ben
Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi meniki birinci slaytım emas. Mening birinci slaytım men Quzat Altay. Men. Bu yerga men bu dunyoga Amerika Uyghur Birleşmesi reisi bo'lganmidim yoki boshqa bir ish qilganmidim. Bu yerda birinchi meniki bu dunyodagi qimmat qarashim, haqni so'zlashim kerak. Hech kimni qo'rqmasligim kerak. Amerika Uyghur Birleşmesi yoki boshqa bir tashkilotning jazolanish yoki boshqa bir tashkilotning chiqarib o'tilish bundan masala 9-masala men uchun. İçimdeki hakikatni qila olsam, hech kimdan qo'rqmay hammadan qo'lsiz yanglishida, qo'lsiz yanglishida deb turayotgan bir vaqtda bu yerda haqiqatni qila olishim men uchun cho'ng sharaf deb o'ylayman. Bu bir. Eng oxirida men deydigan gapim, aniq videoda o'zlari dedi shuni bir xotirlatib qo'yay. Ibaqi Bay afandininki tushuntirishida biz o'zimizning yaqin odamlarga bermay kimga berdik degan gaplarning hammasini men dedim bu gapni o'zi videoda dedi. Anondan keyin riyosatchi qarindishimiz voy xato qilmoqson, unda demisizlar desa, bu yo'q deb yine qaytib üstün so'zildi. Shunga bir isbot. O'zinglar degan gapni Xudoyim degizdi sizlarga. Shunga bir isbot. Shuni bir deb qo'y. Boshqa gap yo'q. Okay, bo'ldi qarindoshlar. Bu videodan keyin nurun qapildiganlar bo'ldi, qapilmanglar. Amal bor endi inshaalloh Alloh niyatimizni biladi. Hech kim bu yerda FETÖ uchun, hech kim bu yerda PKK uchun ishligini yo'q. Biz Uyg'ur. Hammamiz o'xshash bir durumda. İnşallah endi qarindoshlar bundan keyin nurg'un savollar, nurg'un inkoslar, nurg'un til haqoratlar tushdi. Bunga eminim. Bo'pti, bu erkin dunyo yazsanglar bo'ldi. Bo'ldi qarindoshlar. Kelajaqcha kurashgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu emanet.